lekin mana shu Sarvar Malades shunaqa tizim qo'yib berdi bitta shogirdi bilan birga. Shunaqa o'ylangan, yaxshi bitta tizim qo'yishgan. Har bitta menejerlarni nazorat qilish sistemasi yo'lga qo'yilgan ekan. Korxona 2-3 sotuvchiga bog'lanib qolgan edi. Men eng qo'yib qolgan joyim Menga Anvar Timoshesh yoqdi. Sababi o'sha tizimdan keyin hozir bizga hamma xodimlar ketib qolsa ham, rob ketib qolsa ham proyekt menejer bormi bo'ldi tizim ishlayveradi. Yana bitta katta muammolardan bittasi bu Ikkita xodimga sig'inib qolgan ekanmiz-da. Assalomu alaykum barcha zavrlarni eng zo'r tadbirkorlari Xormeyli. Bugun bizning bir marta birani quvonchli kundamiz, chunki bizning loyihamizni bugun muvaffaqiyatli yopilgan kuni. Qaysi loyiha? Bilasizlarmi? Bu Anvar Abduqayyumning loyihalari, bu yerda mentorlik, bu yerda klub va bu yerda har xil kurslar bo'lgan. Va biz bu yerda примерно 5 oy ishladik va 5 oy davomida call center shakllantirdik, strategiya tuzdik va umumiy qilib aytganda sotuv bo'limini pat-ключ qilib berdik, ya'ni xodimlarni ham yollab berdik. Endi bo'lsa biz sekin oldilariga kirib Anvar aka bilan o'zlaridan bitta o'zi so'raymiz. Qanaqa bo'ldi, qanaqa kamchiliklar, nima narsani yaxshi qildik, nima narsani qila olmadik, hammasini birga so'raymiz. Bo'lsa ketdik. Mumkinmi Anvar aka? Assalomu alaykum. Anvar aka, qo'ring. Rahmat. Rahmat, charchab qolmasin. Anvar aka, sizga tashakkurnoma bermoqchimiz. Bizga chidaganingiz uchun. Qo'y. Menga sizlar chidaganingiz uchun emaslar, rahmat 5 oydan beri ishlayapmiz. Bu kichkina sovg'a bizdan. Katta rahmat. Istalik qilish uchun xolos. Rahmat. Shu tadbirkorlarga qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun, ilm taqdim etganingiz uchun, xalqimizga manfaatli bo'layotganingiz uchun katta rahmat sizga. Mashinga bizni hissa qo'shganimizdan xursandmiz. Rahmat. Necha rahmat sizga. Maza qilishadingiz siz bilan. Katta rahmat. Men ham chin ichimdan, qalbimdan chiqadigan so'zlarni aytmoqchiman. ProSale aytdi, to'g'rimi? ProSales Group o'zi Sarvar oldindan shu 3-4 yil bo'lib qoldi, почти. Birinchi kurs qilganimizda shuni Sarvar o'zi kelib sotib bergan, ya'ni rob bo'lib bergan. Undan keyin mana o'sha kuchayib ketdi. O'zi firmalar ochdi, mana kurslar yo'lga qo'yib qo'yibdi. Hozir kompaniyalarga usluga ham ko'rsatyapsizlar, konsultatsiya ham beryapsizlar, kadrlarni ham yetishtirib beryapsizlar, to'g'rimi? Men to'g'risini aytaman, mana Sarvarni hamma kursida o'qisanglar ham foyda, konsultatsiya sotib olsanglar вообще foyda, даже o'sha servis olsanglar ham mana 5 oyda qilib berishdi, gap yo'q. Meni majburlab qildirtirishdi. To'g'risi, Anvar aka bilan pergovor qilish o'zi ham oson bo'lmagan. Esimda 3 yo 4 marta ko'rishganmiz pergovor qilayotgan paytda, chunki sizdan oldin konsalting kelgan bo'lsa, bir emas 2 marta kelgan bo'lsa, sizga mas'uliyatni 3 barobar ko'proq oshadi. Chunki menga aytib berildi, sandan oldin kelgan konsalting buni va'da qilib, buni bajarmagan, buni va'da qilib, buni qilmagan deb aytib bergan paytlarda, to'g'risi menda boshi cho'chish bo'ldi. Qanaqa qilib bu biznesga rozi qilish mumkin? Qanaqa qilib Anvar aka bilan ishlash mumkin? Lekin Anvar juda ham bir pozitivniy, juda ham bir energetik odamlar. Eng qizig'i ularni vaqtlarni topish ham qiyin. Har safar band bo'ladilar. Biz amallab Anvarga kelmasangiz bo'lmaydi deb ishladik. Va umumiy qilib aytganda, men hozir 5 oy ishlagan bo'lsak, o'zi kontraktimiz 3 oy edi. 5 oy davomida ishlab harakat qildik. Shu ham biznesni, ham Anvar akani rozi qilishga. Sarvar akamga yangi brend o'ylab topishgan, Tisroin degan. Bu narsa, ya'ni sotuvni noldan boshlab turib, o'qitish, yollash, CRMlarni integratsiya qilish, eng muhimi nazorat degan qismigacha to'liq pat-ключ sotuv bo'limini tizimlashtirib berishadi. Bu narsani kimga tavsiya qilamiz? Ayniqsa onlayn savdo qiladigan, именно onlayn mediada ishlaydigan, даже ishlab chiqarish, любой sotuv bo'limi, sotuv eksportmi, ichki bozordagi sotuvmi farqi yo'q. Shu narsani sinab ko'ringlar. Bunaqa ot ido, ya'ni ot adoya deydi rus tilida, shunaqa o'ylangan, yaxshi bitta tizim qo'yishgan. Ayniqsa nazorat qismi va hamma narsani, protsesslarni to'liq Telegram gruppa qilib, o'sha yerda tizimlashtirib berishgan. Ya'ni rahbar inson, sizlarda masalan investorlar bo'ladimi, rahbarlar bo'ladimi, sheriklar bo'ladimi, bemalol lifetime ko'rib tura oladi shu narsani, qanaqa jarayonlar ketayotgani. Keyin bu narsa xodimlar o'zi tizimni xohlab ishlagani uchun savdoyilar ularni aytganligi bo'yicha kamida 20% o'sishiga men o'zim shaxsan amin bo'ldim. Ya'ni chunki ko'pincha korxona rahbari davay qiladi-da, keyin o'zi e'tibor qilmaydi, lekin shunaqa paytda ham bular meni ham tortib, davay Anvar aka qilmasangiz bo'lmaydi, menga qarab bering, o'zingiz tushunib oling, o'zingiz qabul qilib oling deb butun o'sha sotuv tizimini yaratib berishdi. Shu paytgacha biz eng zo'r deb o'ylagan xodimlarimizga, ikkita xodimga sig'inib qolgan ekanmiz-da. Voy, bular ketib qolsa kompaniya yopilib ketadi deb. Endi men emas,
o'sha proyekt menejerimiz. Nuqul kirib shuni maqtayverardi menga. Bular ketmaydi, bular xafa bo'lyapti, bular ko'niga qarash kerak. Lekin mana shu Sarvar Malades shunaqa tizim qo'yib berdi bitta shogirdi bilan birga. O'sha tizimdan keyin hozir bizga hamma xodimlar ketib qolsa ham, rob ketib qolsa ham proyekt menejer bormi bo'ldi, tizim ishlayveradi. No, qiyinchilik bo'ldimi desangiz, ha, qiyinchilik bo'ldi. Chunki Anvar aka o'zi tegi ijodkor odamda, biznesmen, bizneslari ko'p, chet elda bo'ldi ko'proq. Asosan muammo vaqtda bo'ldi. Anvar aka vaqtlarida, Anvar akaning o'sha vaqtlarini to'g'ri taqsimlashda o'zimizga qiynaldik. Umumiy qilib aytganda jamoa. Boshida jamoada o'sha ключевой sotuvchilar bor edi. Yulduzcha deymiz biz ularni. Yulduzchalar bor edi. Har doim yulduzchalar sotuvni tizimlashtirishga qarshi chiqadi. Va eng qizig'i o'sha yulduzcha xodimlar hozir yo'q va sotuvda yangitdan jamoa qilib, yangitdan jamoa yulduzlar yo'q va umumiy tizimda ishlaydigan, hamma o'z vaqtida keladigan, o'z vaqtida ketadigan va eng qizig'i doim bir xil o'sib borgan tizimni yaratishga harakat qildik. Va ko'p joyda muammo nima bo'lardi? Tizim qo'ygandan keyin, chiqib ketganimizdan keyin bu tizim ishlamasdi ko'p joyda. Ya'ni ishlamasdi degani qadimiy odam bo'lmasdi bu tizimni. Eng qizig'i bu yoqda zo'r tomoni o'sha robni ham biz tepasida turib, tarbiyalab, ustida turib, intizomli ustida ishlab, hozir shunaqa chiqib ketganimizdan keyin, orqamizdan keyin rob, hozir tizim ushlab turibdi. Shunga biz ham juda ham xursandmiz. Bu uchun o'sha Anvar akaga bunaqa возможность berganlar uchun rahmat. Tadbirkorlarda eng qiyin narsa o'sha sotuvchi kelib ketishi, ya'ni tikuchka bo'lishi, ya'ni masalan distributsiya bo'lam, qanaqa tadbirkorga, qanaqa biznes bo'lishidan qat'iy nazar zo'r sotuv bo'lib turadi-da. Masalan 100 million, 200 million, 300 million sotuv bo'lib turadi. Xodim ketib qolsa, prime tushib ketadi. Biz o'sha narsani, mana hozir sotuv bo'limida turibmiz, O'zbek loyihasida biz yollash varonkalarini, ya'ni yollash tizimini, yollash tizimini qo'yganmiz. Biz qanaqa qilib xodimlarni o'chirtga qo'yib yollash kerakligini bilganmiz. Eng muhim narsa o'zi ana deydi-ku, mijozni o'chirtga qo'yish-ku. Lekin bizda mana shu loyihada xodimni o'chirtga qo'yish, ya'ni sotuvchilarni o'chirtga qo'yib tanlab olish ana bo'ldi. Ya'ni biz ana qilamiz, tizim qo'yganmiz, o'sha tizim bo'yicha eng zo'r to'plari sotib bo'lib kelishadi. Assalomu alaykum. Meni ismim Bekzod. Anvar Abduqayum loyihalariga rob sifatida, ya'ni sotuv menejerlariga rahbarlik sifatida ishga olindim. Men kelganimda o'zi qanaqa bo'lgan edi? Ya'ni hamma sistemalar tayyor edi. Ya'ni sifat nazorati, xodim nazorati, ya'ni lidlarni taqsimlash, xodimni ishga yollash, eng zo'ri menga yoqqani har bitta menejerlarni nazorat qilish sistemasi yo'lga qo'yilgan ekan. Так что sizlar ham kompaniyadagi sotuvlarni tizimlashtirmoqchi bo'lsanglar, ProSales Groupga murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu bolalar eng kerakligi aldab qochib ketmaydi, xotirjamman tavsiya bera olaman. Chala ham tashib ketmaydi. Qisa dushi qiladi. Faqat qaysi xodimini yuborishini tanlab oling. Endi Sarvar o'zi kelsa, agar pulingiz yetsa, va shu yorib yuboradi. Bir ikkita zo'r xodimlari ham bor, endi o'rtacha xodimlari ham bor. Shuning uchun yaxshilab e'tibor qaratib qo'yasiz. Anvar Abduqayum proyektlarida tadqiqot etapida qatnashgandik. Tadqiqot etapida boshida o'sha konkurent analizi qilayotganimizda KAZDda mijozlarni o'rganishimizda taxminan biz 3 ta xil mijozlar o'rganamiz. Bizdan sotib olgan, sotib olmagan va bizdan sotib ketganlar. Nimaga? Chunki biz proyektni aniq varonkalar tushunib olishimiz uchun, mijozlar tushunib olishimiz uchun, qanaqa sotilganligini, produktda muammolarni bilib olish uchun mana shu KAZD qilganmiz. Prям tadqiqot taxminan 1 oy bo'ladi. Bu yerda konkurent analiz bor, CGM bor, SWOT bor, pozitsiyalash bor, har xil klublar bilan nomam KAZDda prям hamma narsa ochildi. Anvar aka bilan ishlayotganda men birinchi boshida ana qildim. Ko'p tadbirkorlar bilan ishlaganimizda ular tizim qo'yayotganingizda iloji boricha qatnashmaslikka harakat qilishadi. Ko'pincha men qatnashmaydim, men shunga topshirgan deydilar. Anvar aka ham har bitta uchrashuvda qatnashdilar. Mana KAZDda ham prezentatsiya qilayotganimizda mana bunaqa deganlarda har bitta narsadan ana qo'yadilar, inside yozyaptilar, ana assistentlarga beryaptilar. Assalomu alaykum. Meni ismim Abdug'affor Abdurahimov. ProSales Group korxonasida O'zbek loyihasida project manager bo'lib ish olib bordim. Birinchi marta O'zbek loyihasiga kelganimda sotuv bo'limida kuzatilgan bir necha kamchiliklar bor edi. Bulardan bittasi hamma xodimlar o'zi shaxsan telefon nomeri bo'lardi, CRM tizimi bo'lmasdi. Barcha mijozlar hamma xodimlarni o'zini telegramlarida bo'lardi. Bu esa mijozlarni bilan qanaqa muloqot bo'layotganini nazorat qila olmaslik sabablari bo'lardi. Keyin agarda xodim ishdan ketsa, uni barcha mijozlar bazasi ham kuyib ketishi yoki yo'qolib qolishi ham ehtimoli xavfi bor edi. Yana bitta kamchiliklardan bittasi butun sotuv tizimi va korxona 2-3 ta sotuvchiga bog'lanib qolgan edi va ular nima deyshsa hamma ko'nib ketaverardi va ularni ishdan ketkazishga ham umuman korxona jur'at qila olmasdi.
Loyihani boshida kelganimda qanaqa kamchiliklarni kuzatdim, ya'ni nimalardan qiynaldim? Bu sotuvchilar o ishga o'z vaqtida kelmasligi, ularni davomati nazorat qilinmasligi, umuman nechta qo'ng'iroq qilgani, qancha gaplashgani, qanaqa qilib gaplashgani, ya'ni hech nima yo'q edi va menda boshida umuman nazorat qilishda qiyinchiliklar kuzatildi. Va xodimlar ham lidlar sifatsiz yokida umuman sotib bo'lmaydi bularga degan har xil gap so'zlar boshida ozgincha qiyinchilik tug'dirdi. Loyihaga kelganimizda biz tadqiqotlarni yakunlab bo'lib, уже CRM ni joriy qildik va CRM ni joriy qilganimizdan keyin har bitta muloqot audio zapislari bilan tushib boshladi. Xodimlarning уже kamchiliklarini o'zligiga ko'rsatib boshlanildi. Hamma kelganimda bor yo'g'i 10 ta yoki 15 ta inson bilan gaplashardi va keyin ularni kundalik 50 ta, 60 ta insonlar bilan gaplashishga ham biz olib chiqishga urindik va muvaffaqiyatli bo'ldi. 3 marta shu xizmatni sotib olganmiz. Ya'ni sotuv bo'limimizni tizimlashtirishga, o'zim ishlarimni delegirованный qilib CEOli pozitsiyasiga chiqib ketish uchun sotuv 3 marta tizimlashtirishga harakat qilganmiz. Ulardan oldingi 2 ta tizimlashtirib bergan bizning hamkorlarimizdagi muammo sotuvchilar va mana shu komandani ichidagi xodimlar bilan uncha yaxshi chiqisha olmasdi. Ular kelgandan keyin xodimlar doimo negativ bo'lib qolib, ularga doim qarshilik qilib, har doim ular yangi kelgan hamkorlar sotuvchilarni yomonlaydi, sotuvchilar tizim qo'yib beradigan odamlarni yomonlaydi. Birinchi marta Sarvar akamgilarning komandasi kelib sotuv bo'limidagilar bilan yaxshi chiqishib, ayniqsa Sarvar akamning o'zi ham xodimlarga yaxshi taassurot qoldira oladigan inson, o'zi sotuvchi shunaqa bo'lishi kerak. O'zini ham sota olishi kerak. Qolgan ikkita hamkorimiz asosan tizimni sotgani uchun, o'zini sota olmagani uchun doimo muammoga duch kelardik. Har bitta hozir loyihalarimizga o'zimizning RMP instrumentini joriy qildik. Agar ko'rayotgan bo'lsanglar, har bitta loyihamiz o'sha mana shu RMP instrumentini aytib ketishyapti. RMP instrument o'zida ro'pam, marketolog ham, biznes egasi Anvar akam ko'rinib turadi, polniy kartina. Mana masalan, tasavvur qilishingiz uchun aytaman, tam qo'linglarni kesdinglar, qon bo'lsa, vrach birinchi bo'lib nima qiladi? Spirt bilan artadi. Nimaga? Chunki yarani ko'rib olish uchun. Qat kesilganligini ko'rib olish. RMP ham xuddi shunaqa. Spirt rolini o'ynab beradi. Ya'ni qat o'zi yaralangan. Marketingmi, after sale'mi, pre-sale'mi o'sha narsalar bo'lgan. Xudo xohlasa o'sha 2 hafta bo'ldi chiqib ketganimizga, u prinsipi zo'r ishlashyapti bolalar. Yaxshi. Men eng qo'yib qolgan joyim bular o'zi proyektni topshirib ketish kerak bo'lgan paytda ham men ketlaring desam ham ketmasdan, yo'q, buni oxiriga yetkazib qo'ymasak bo'lmaydi, ko'nimizdek chiqmadi deb yana boshqatdan yana nimalardir qilib o'zgartirib oxir mana shu holatga olib kelib berishdi. Men bunaqasini ko'rmaganman, to'g'risi. Ana mashinani remontga olib borsanglar, tap-tup qilib masalan qilib beradi-yu, keyin bo'ldi, yuryaptimi, balon joyidan, davay ketdi emasda. Oka dedi, shu menimcha dedi faralarni boshqachasini qo'ya qo'yaylik, mayli bizadan bo'lsa ham, zararga bo'lsa ham shu olamiz deb faralarni yana boshqatdan. Meni kraskasi ham menga yoqmayapti, boshqatdan sepamiz deb, kraskani ham boshqatdan sepib, mashinani xullas birinchi holatda ham o'zi haydasa bo'lardi. Yo'q, idealniy bo'lsin, Mers bo'lsin deb Mersga qilib berishdi. Sizlar ham sotuv bo'liminglarni Mers qilmoqchi bo'lsanglar, endi GLS bo'lmasa ham GLE, GLC qilib berishadi, aziz do'stlar. Chevrolet emas ekan. Umumiy qilib aytganda, menga Anvar aka ishlash yoqdi. Sababi bunaqa tadbirkor bilan, bunaqa energichniy odam bilan ishlaganingizda energiya sizga ham yo'qadi va mazza qilib ishlaysiz. Va o'zimni jamoamga ham, Shodiyorga, Abdug'affor akaga, Shohruh akaga hammaga rahmat aytaman, chunki bu loyihani yopish oson bo'lmadi. Oldingi loyihalarga o'xshab. Va xudo xolisa biz yana davom etamiz.